Bu tenglamalar asosan chek ayirmalar usuli yordamida ishlangan. Undan tashqari tenglamalarning taqqoslash ishlari yoki eksperiment tajribalar avvalgi ishlarda umuman o'tkazib ko'rilmagan. Bu yerda asosiy yangiliklardan yana bittasi bu deformatsiya uchun muhitni ham ta'sirini hisobga olgan holatlar o'sha buralma tebranishlarning ko'chishlik vaqt bo'yicha yoki kuchlanishlik vaqt bo'yicha grafiklari ko'rilgan. To'g'ri, grafiklari ko'rilgan deb aytyapsiz. Bu yerda keltirgan biz shu yerdagi mexanik effektlarni aytib ketishingiz kerak. Xursandbek, tushunarlimi? Qanday mexanik effekt olganlaringizni aytib ketganingizda savollar berib o'tilmasdan. Katta rahmat. Uzr, hurmatli rais, menda savollar hozircha tugadi. Yo, rahmat, yaxshi. Marhamat, yana savollar o'rtoqlar. Marhamat. O'zi kamera, ikkita uchta kamera qo'yishimiz kerak, Asqarbek. Shu ko'rinish kerak, auditoriya ko'rinish kerak. Marhamat, qizim. Manda savol bor edi, mumkinmi? Mana bu savol beradi. Ishingizda yangiliklar, asosiy yangiliklar degan bo'limida mana bu uzuncha ishlatilganda, masalan, qo'yilishiga mos bo'lgan qulay yeshish usuli ishlab chiqilgan. Shunga izoh bering deb birinchi javob. Ikkinchi savoldan yana shu yo'lda shu yuzaki narsada qo'shib o'tishgan tanishlar hisobda hisoblovchi usul ishlab chiqilgan deyapti-da. Bu shuni izoh beringlar, o'zi ishlab chiqarishmi shu usullarda yoki biror usullarda qo'llab turib kerakli natijalarni olganmisiz? Biz asosan o'sha deformatsiya uchun tashqi muhitni ham hisobga olgan holatda konstruksiya qabul uchun qulay ishlash metodini ishlab chiqqanmiz. Ya'ni bu o'sha potensial funksiyalar orqali birinchidan to'g'ri tenglamani kelib olib, ularni o'sha chegaraga boshlanish shartlarida ishlanishlarga qo'yib, tenglamalarni sodda holatga keltirish holatlari o'tilgan. Bu yerda o'sha cheklar ayirmalar usulidan ham o'tishga bizga yaxshiroq imkon beradi. Shu nuqtai nazardan bu yerda o'sha qulay yetish usuli keltirilgan deb aytganmiz. Keyingisida ko'chish va kuchlanishlarni hisoblash usuli ishlab chiqilgan degan savolingizga bu biz asosan tashqi moment, ya'ni burovchi to'satdan berilgan burovchi momentni turli qiymatlar bo'lgan holatlarida o'sha ko'chish va kuchlanishlarni grafiklarini olganmiz. O'sha koordinata bo'ylab o'zgarishi, vaqt o'zgarishlarni keltirib o'tganmiz va shunga mos eksperimentda olingan natijalar ham xuddi shunga moslab keyin vaqt bo'ylab o'zgarishlar, koordinata bo'ylab o'zgarishlarni qaraymiz. Marhamat. Oddiygina menimcha bu tushunmovchilik men uchun-da. Hozir siz mana bu tabloda xulosalaringizni berdingiz-ku. Asos xulosa. Sakkizta yozilgan. Telefon desa 7 ta turibdi. Uni qanaqa izohlab berasiz? Qo'shib qo'yasizlar. Bu texnik kamchilik bo'lishi mumkin. Men bilmayman, har holda shuni ko'rganim mumkin. Telefon desa 7 ta turibdi. Yoki deshiklarcha deyapti. To'g'ri. Bu nimada avtoreferatda ham dissertatsiyada ham 7 ta turibdi. Biza nimaga qaramabman, bittasini qo'shib olgan. Tajriba xulosalarni qo'shib olgan ekan. Tajriba xulosalarni qo'shib olgan. Himoyaga chiqishdan oldin o'ylab tas qo'shilib ketganda o'rtoq Mamasali. Rahmat. Onlaynda savol bor edi menimcha. Marhamat. Manda bor savol. Marhamat domla, marhamat. Men dissertatsiya nomi bo'yicha bitta savolim. Konussimon deyilgani nima degani? Konusmi, konus emasmi? Birinchi savolim. Lekin berilgan shakllar esa kesik konus turibdi. Nomi bo'yicha bitta savolim. Marhamat. Rahmat. Biz masalan qo'yilishida o'sha cheksiz uzunlikda joylashgan konussimon qolib deb qaraganmiz, lekin biz sxemani o'sha qandaydir elementar kesim ajratib olib, shuning shu ustida tajriba o'tkazilgan, ya'ni o'shandagi ixtiyoriy kesim nuqtalaridagi ko'chish, kuchlanishlarni aniqlash masalasi qaraldi. Konussimon deyishyaptimi? Konusda demak kesik. Biz bundan kesim yuzi doiraviy-da, shu nuqtai nazardan doiraviy bo'lgani uchun konussimon degan so'z ishlatilgan. Ikkinchi savolim. Buni boya Rustamxon berdilar. Qayerda qo'llaniladi? Masalan, turbalarni bilamiz. Yerda tayyordan ursa, uni qayerga, nimalarga ishlatilishini yoki metroga ketishini bilamiz. Sizda kesik konus qayerda ishlatiladi? Biz kesik konussimon qobiqlar odatda geologiya o'sha burg'ulash sohalarida ko'p ishlatiladi. Amaliyotda, demak, fundamentda o'sha amaliyotga joriy qilish natijasida buni ko'rganmiz. Biz o'sha ya'ni buroviy mashinaning
o'sha buralishga ishlaydigan jismga qo'yilgan holatini ko'rganmiz. Uzgashlikda ham xuddi shunday Toshkentga borganimizda ham o'sha burovoy mashinaning uchiga qo'yilgan konusni hisobda qaraganmiz. Amaliyotda shu joylarda ko'p qo'llaniladi. U konusda siliq bo'lmaydi sirti. To'g'rimi? Konusu u holatlarda siliq bo'lmaydi-ku sirti deyaptilar. Biz odatda domla buni mana shu real holatda ham ko'rganimizda ham shu tashqi muhitni hisobga olgan holatda ko'rganmiz. To'g'ri, muhitni ta'siri bo'ladi. Bizni tenglamalarimizda ham o'sha muhitni ta'siri hisobga olingan bu yerda. Oxirgi savolim. Siz to'lqinni tekshiryapsiz. Bu to'lqiningiz turg'un to'lqin haqida gap ketyaptimi yoki udar zarbali to'lqin haqida gap ketyaptimi? Rahmat. Bu yerda asosan biz o'sha momentni qiymatini to'satdan qo'yilgan deb qarab ishlangan bu yerdagi masala. Amaliyotning amaliy qismida ham, nazariy qismida ham to'satdan qo'yilgan moment holatlarida ishlangan. Lekin tinglamaning ichimida turg'un to'lqinli ichim ishlatilyapti, to'g'rimi? Tushundim. Domla, bu grafiklarda ham ko'rsangiz, masalan, ko'chishni vaqt bo'yicha grafiki ham, kuchlanishni ham grafiklar o'sha vaqt o'tgan sari so'nish qaralgan. Bu yerda zarbali to'lqin nazariyasi holati ko'rilgan. Ya'ni cheksizlikda so'nadi deb yechilgan. Rahmat. Rahmat domla. Yana savollar, marhamat. Online, offline, marhamat. Yo'qmi, boshqa savollar yo'qmi? Tugatsak bo'ladimi savol-javob o'rtoqlar? Yo savol bormi? Masofada savol yo'qmi? Rahmat. Rahmat o'tiringlar. So'z kotibiga marhamat. O'zgacha nimani haligi yetakchi tashkilot taqrizlari, dissertatsiyaga avtoritetga berilgan taqrizlar bilan tanishtiring kengash a'zolari. Yetakchi tashkilot sifatida Toshkent davlat transport universiteti ko'rsatilgan. Bu yerda xulosasi ijobiy, kamchiliklar, pedagog kamchiliklar ko'rsatilgan. Birinchisi, dissertatsiya ishida kuchlangan, deformatsiyalangan degan jumla o'rniga kuchlanganlik, deformatsiyalanganlik degan so'z ishlatilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Ikkinchisi, tadqiqot ishida nollinchi yaqinlashish bilan cheklangan, lekin nega shunday olinganligi ochiqlanmagan. Uchinchi, olingan natijalar asosida chizilgan grafiklarning ayrimlarida birliklari keltirilmagan. Ko'rsatilgan kamchilik va taklif dissertatsiyaning ishining salmog'i va ahamiyatiga nega ta'sir qilmaydi? Belgilangan ilmiy bahoga ta'siri yo'q deb xulosa berilgan. Endi tafsirlar. Birinchi tafsir Qozog'istondan Nacionalniy direktor Institut transport nauk и технологий Национальной академии наук Республики Казахстан, президенты Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор Калтаев tomonidan считаю необходимым отметить следующие замечания и предложения. Первое. Хотя в работе поставлена цель исследования нестационарных колебаний круговой конической оболочки в деформируемой среде, не приведена схема и ее физический модель. Из автореграда следует, что в диссертационной работе не рассматривается физическая нелинейность. Учет влияния физической нелинейности на рассмотренную систему позволит присущественно обогатить содержание данной диссертации. Ikkinchi tafsir Xitoy Xalq Respublikasi Hunan universiteti professori Huaning Li xulosasi ijobiy, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Keyingi tafsir Professor кафедры инженерной геологии, основания и фундаментов, ведущий научно-исследовательский лаборатории динамики, архитектурно-строительный университет, Кубстрин, кандидат технических наук, Нуждин Леонид Викторович.
По авторепарату можно высказать следующие основные вопросы и замечания. Первый. Какими характеристиками описываются свойства грунта как деформируемой среды? Это специально определяемые динамические характеристики или можно использовать полученные при стандартных инженерных геологических изысканиях. Keyingi tafsiz mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti laboratoriya mudiri professor Usayev tomonidan tadqiqot ishining birinchi bobining ikkinchi paragrafida buralma tebranma tinglamalarning xususiy hollari qaralayotgan, lekin tinglamalar keltirilmagan. Ushbu keltirilgan tadqiqot mulohazalar dissertatsiyani ijobiy muhofazaga ta'sir qilmaydi. Xulosalar ijobiy. Keyingi tafsiz Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti mexanika muhandisligi kafedrasi professor fizika matematika fanlari doktori Rajabekov tomonidan berilgan. Xulosa ijobiy, kamchiliklar eshitiraman. Dissertatsiya avtoreferati bo'yicha mulohazalar va tadqiqotlar bildiraman. Birinchi ishda ba'zi havolalarning nomlari keltirilmagan. Masalan, avtoreferatning 6-betida 7-chi, 18-betida 76 deb kiritilgan bo'lsa-da, bu adabiyotlar qaysi adabiyot ekanligi haqida ma'lumot berilmagan. Ikkinchi, tadqiqot ishining 3-bobida garmonik tebranishlar masalasi qaralgan. Lekin chastota va to'lqin sanasi orasida bog'lanish grafi keltirilmagan. Uchinchi, avtoreferatda harakat differensial tenglamalarining yechimlari keltirilmagan, lekin ularning grafiklari keltirilgan. Grafiklardan oldin yechimlarning analitik ifodalari keltirilganda ish mazmuni jihatdan yanada boyigan bo'lar edi. Bu keltirilgan mulohazalar va tadqiqotlar ishning ijobiy baholanishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Keyingi tafsiz Abdurahim Berin nomidagi Urganch davlat universiteti professor texnika fanlari doktor Rahmonov tomonidan xulosa ijobiy. Kamchiliklari. Birinchi, tadqiqot ishida sonli natijalar, sonli eksperiment tajribalar orqali olingan natijalarning haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Lekin ularning tadqiqot ishlari ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi. Ishda 19-bo'limda qatnashgan lambda va gamma nimani anglatishi ochiqlanmagan. Bu tafsiz Toshkent arxitektura qurilish universiteti geotexnika muhandisligi kafedrasi texnika fanlari doktori professor Fayziyev tomonidan kamchilik va tartib keltirilmagan. Tartiblar shular. Rahmat. Tahlillarga javob berasizmi? Marhamat. Birinchi taklif professor Xalqayev tomonidan berilgan.